Bugun biz Paxtaboddagi yoshlarning bo'sh vaqti qanday o'tayotgani haqida so'rab ko'ramiz. Ukam, qalaysiz? Assalomu alaykum, yaxshi. Assalom, qayerga ketyapsiz? Sumkalar taqib. Barkamol avlodga Barkamol avlodga nima yo'nalish bo'yicha o'qiysiz? ingliz tili kursiga ketyapman. Ingliz tili. Hozir inglizcha o'zingizni tanishtirib bera olasizmi? Savol bersam javob bera olasizmi? Ha? O'zingizni tanishtirib bering-chi qisqacha. Hello, my name is Rastanbek. My surname is Rahmonov. I'm 10 years old. I'm purple. I'm from Andijan. Inglizchalar men ota-onamni yaxshi ko'raman deb beringchi. I like my parents. Gap yo'q, savollarimga to'g'ri javob berganingiz uchun sizga kitoblarimni sovg'a qilamiz. Bularni o'qib yana ham bilimingizni oshirib yuring. Xo'p, rahmat. Isminglar nima? Dilyaraxon, Afidaxon. Qayerga ketyapsizlar? Barkamol avlod bolalar maktabiga. Qaysi yo'nalish bo'yicha o'qiysizlar? Matematika. Tanqidiy fikrlash. Hozir savol bersam javob bera olasizlar? 625 ta ildizi qanaqa bo'ladi? 25. Sizga bitta mantiqiy savol beraman. Bu shaxmat donasi o'rta asrlarda arab shohlari bu o'yinni o'ynashni xohlashmagan. Bu qaysi shaxmat toshlari? Fil va ot, chunki arablarda hayvon tasviri mumkin bo'lmagan. To'g'ri javob berganinglar uchun sizlarga sovg'alarimiz bor. Olishinglar mumkin. Yana bu kitoblarni o'qib, yana ham biliminglarni oshiringlar. Sumkalarni ko'tarib bu narsalar bilan qayerga ketyapsizlar? Uydan Barkamolga ketyapmiz. Barkamol. Ashada o'qiysizlarmi? Nima yo'nalish bo'yicha? Musiqa yo'nalishi bo'yichami? Menga ham javob bera olasizlarmi? Xonada javob berasizlarmi? Qani boshlaylarchi bo'lmasa? Assalomu alaykum. O'quvchilarimiz bilan natija qanaqa bo'lyapti? Qaysi maqsadda o'qityapsiz o'quvchilar? Va alaykum assalom. O'quvchilarimiz 3 yildan beri Prezident maktabiga tayyorlov to'garagi olib boryapti. O'z ish faoliyatini olib boradi. 3 yildan beri mingdan oshiq o'quvchilarni sevimli kursiga va ota-onalar ishonchiga sazovor bo'lib kelmoqdamiz. Har yili 80-85% natija qilib kelmoqdamiz va o'quvchilarni o'qitishdan asosiy maqsadimiz o'quvchilarni Al-Xorazmiy maktabi hamda Prezident maktabiga kirgizib, hayotda o'z yo'lini topishga yordam berish. Assalomu alaykum ustoz. To'garalaringiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Ichki to'garak rahbariman. O'quvchilarimiz mana ishlar jarayonlari bo'lib o'tmoqda, ishlar qilishyapti. Qizlarimiz bo'sh vaqtlarda bular chevarchilikdan maktabdan chiqib chevarchilik darslarini olishadi. Undan tashqari maktab bog'chalarga biz hozir ko'proq milliy liboslar, adreslar tikib beryapmiz. Ko'ylar bog'chalar o'zi ta'minlanib bo'ldi. Endi maktablarga o'tdik. Undan tashqari bolish nalichkalar tikilyapti, pastellar tikilyapti. Men bo'sh vaqtlarimda chevarchilik va ingliz tili to'garaklariga qatnashaman va bundan tashqari she'riyatga ham qiziqaman. Hozir sizlarga o'z ijodimga mansub Prezidentim she'rini aytib beraman. Yarim tun deb bo'lmay bedor, xalqin o'ylab chekdi zahmat, bizga katta ishonchi bor. Prezidentim, sizga rahmat. Yosh qarining tirgagisiz, dardi ko'pning malhamisiz. Biz yoshlarning quvvatisiz. Prezidentim, sizga rahmat. Ilmli bo'lsin deb xalqim kitobxonni qilib rag'bat. Siz faxrimiz, mehribonim. Prezidentim, sizga rahmat.